Sardor gangster Amirxon yutqizganiga Rahmonali akani tanqid qildi. Siz kimni oldiga borsangiz o'sha sportchi yutqizyapti, sportchilardan uzoqroq yuring deb murojaat qildi. Saturn Amirxonni nakavund bo'lganiga fikrini bildirdi. Ba'zi birlar negativ bo'lmalar yiqilgan odamga padeshka kerakmani, qiyin kunimda yonimda bo'lgan Amirxon akam deb achindi. Bu holat uchun izohingizni yozib qoldiring. Video uchun like bosib qo'ying. Sardor boylar nima bo'ldi? Qanday bo'ldi boylar? Angliyaga zo'r bo'ldi. O'zbekistonlik ancha muncha akalarimiz haqiqatan dastoyni bo'y ko'rsatishdi. Ko'rib maza qildim, lekin mana rasmda turgan birat kimni oldiga bo'lsa, ashular yutqazyapti, e'tibor berib qarayapman-da. Aka, sportchilardan uzoq yuring. Mana temir taqa moshinlaringizni sotaman deb bir normal sportda yurgan akalarimizni halokatga uchratyapsiz. Ismingizni almashtirib oling, lider avtomas. Endi yozib chizib yorishi ham mumkin, so'zmayman. Haqiqatni gapiraman. Lider avtomas, falokat avto deb yozib oling, nekingizni. Kimni oldiga borsangiz yutkazyapti. Bechora Amirxon biratga sabr tilayman. Malades zo'r bola edi. Kutilmaganda so'nggi samuroylar udardan o'tkazib yubordi. Yo'llaring sog' bo'lsin, lekin zo'r boy bo'ldi. Haqiqatan maza qilib qo'ydi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meniki Mangu ligasida janglar izma-ketin bo'lib, xudo xolasa birinchi turnir o'z yakuniga yetdi. Juda ham zo'r o'tdi. Men juda ham xursand bo'ldim. O'zbekistonda shunaqa liga ochilib, shu darajada birinchi turnirda o'zida natijalarga erishganiga. Buni ichida men doimo hurmat, izzat qilib, doimo sevib tomosha qiladigan sportchilarimdan biri Amirxon Alixo'jayev mag'lubiyatga, achinarli mag'lubiyatga uchradi. Men bir narsa aytmoqchiman-da, bu sportda, jangari sportda g'alaba ham, mag'lubiyat ham shunchaki bir qatorda yuradi. Endi bilmadim, tushunarsiz vaziyat. Muxlislar iltimos qiladi, har qanday vaziyatda sportchini qo'llab-quvvatlaylar. Bugun mag'lubiyat bo'lsa, ertaga g'alaba bo'ladi. Hammasi Allohdan. Shunchaki peshonaga yozilganini inson umri davomida vaqt mobaynida ko'rib ketaveradi. Amirxon Alixo'jayev men birinchi chiqqanlarimda shunchalar menga paddishlik qilgan, ustimga kiyim bosh bergan. Kistamda bir so'm pulim qolmay, mashinamga ham krediton to'lanmay yurgan vaqtim, yeb-icharimga pul qolmaganda birinchi boyimga, tirnoqamga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtim. Kistamga kelib, shunchaki qo'limga pul berib ketgan. Oka, xudo xolasa, sen gazini bosib o'rgan, hozircha bizda bor, menda bor. Keyinchalik xudo xolasa ishlaring zo'r bo'lib ketsa, yana birga yo'lda davom etamiz, elkaga qo'yibdi. U insonning ko'nglida mana shuncha ham kiri yo'q. O'zbekiston sport muxlislari iltimos qilaman. Mag'lubiyatga uchragan sportchilar ustidan videolar yasab kulmaylar. Bu dunyo qaytar dunyo, bir kam dunyoda iloji boricha har qanday vaziyatda o'zimizga yelkadosh bo'laylik. Amirxon Alixo'jayev aka, men sizni yaxshi ko'raman, lo'bay vaziyatda yoningizdaman. Aka, siz men uchun qalbi toza insonlardan birisiz. Do'stlar, bir yuz ikki xil bo'lmaydi. Doimo bir xil bo'lib, oq va qorani ajratib, yiqilganga yelkadosh bo'linglar. Shunda ishlaringiz besh bo'ladi. Assalomu alaykum.